Sizlarni bilmadim-u, lekin menga shu salat juda ham yoqadi. Keling birgalikda oson usulda tayyorlashni o'rganamiz. Mol go'shtini videoda ko'rsatilgandek barik qilib to'g'rab olamiz. Ustidan bitta chesnok, dabga qarab murch va 2 osh qoshiq soya solib marinatsiya qilamiz. Yog'imizni qizdirib, qo'shib, qovurishga jo'natamiz. 1 dona piyoz va 1 dona qizil bolgarskiyni ham to'g'rab, 5 daqiqa davomida qovurib olamiz. Ustidan yarim stakan suv solib, 10 minutga dimlab qo'yamiz. Bu orada funchoza xamirini ustidan qaynoq suv quyib, 5 daqiqaga dimlab qo'yamiz. Qolgan mahsulotlarimizni ham birin-ketin to'g'rab olamiz. Qizil sabzini ham markavchali nasatkadan chiqazib, ustidan tuz, shakar, kashnich urug'i va olma sirkasini qo'shib, uni ham yaxshilab aralashtirib qo'yamiz. Funchoza xamirlari uzun bo'lib ketmasligi uchun bir-ikki joydan shunaqa kesib chiqamiz. Endi esa hamma tayyorlab qo'ygan mahsulotlarni birlashtirib, yaxshilab aralashtiramiz. Sizlar ham nimadir tayyorlayotganingizda qo'linglarni hadeb yuvib, hadeb arturasizlar menga o'xshab. Yaxshiyamki akvamarin bor. 2 osh qoshiq solib, ustidan shaqillab turgan qaynoq suv quyamiz. 15-20 daqiqadan keyin sochiqlarimiz voila, top-toza. Albatta siz ham xarid qiling. Ha aytgancha salatimiz ham tayyor. Siz ham albatta tayyorlab ko'ring.